Menga qarang. Arazlab ketishim hech qachon sababsiz bo'lmagan. Bizni shu sharoitimizni nimasi yoqmayapti sizga? Ha? O'zi binoyda yashayotgan bo'lsak. Ha, o'g'limga mashina yo'q. Yaxshi qaramayapsiz, hech narsam yo'q debsiz. Oyi, sizchi? O'g'il emas, bir qanaqadir lapashing odamni tarbiyalagansiz, bilasizmi shuni? Odamlarni erichi havodan ham pul qilyapti hozir. Sizni o'g'lingiz bo'lsa, g'irt lapashing. Kelin, nolamang. Uyat bo'ladi-ya. O'g'lim sizni birovdan kam qilib qo'ygani yo'q. Hamma qatori yashayapsizlar. Yana nima kerak sizga? O'zingiz biror joyda ishlamasangiz ham nima xohlasangiz o'g'lim olib berib turibdi-ku sizga. To'g'ri. Ishlamasam nima? Bir narsani bilib oling. Men hammadan ortiq bo'lishni, zo'r yashashni xohlayman. Menda hamchi hech kimda yo'q tillalarim bo'lishini, eng oxirgi brendagi kiyimlarim bo'lishini, mashinam bo'lishini xohlayman. Nega tushunmaysiz, oyi? O'ylab gapiryapsizmi? Siz o katta istaklaringizni bajarish uchun bechora o'g'lim bir umr ishlashi kerak. Shuni tushunyapsizmi? Qo'ysangizchi, oyi. Bir umr ishlasalar hamchi meni orzu maqsadlarimga erishtira olmaydilar. Shu sabab men bu lapashing o'g'lingizdan ajrashaman. O'zingizga qarab gapiring. Endi meni o'g'lim sizga lapashing bo'lib qoldimi? O'zingiz o'g'limni yaxshi ko'rib turmushga chiqqansiz-ku. Shu yaxshi ko'rmay keting. Ko'zlarimcha ko'r bo'lgan ekan. Mana shu o'g'lingizga ishonib, ularga turmushga chiqib xato qilgan ekan. Demak, siz o'g'limni topganiga qanoat qilmasdan uyingizga ketmoqchisizmi, ha? Ha, shunday. Nima edi? Ana, o'zlari ham aytdilar-ku, javobini berdim deb. Endi oyjon, bu uyingizni yelkamni chuqur ko'rsin. Shuni bilib qo'ying. Agar siz hozir ketadigan bo'lsangiz, o'g'lim boshqasiga uylanadi. Menga qarang. Shu yalqov o'g'lingizga kim ham tegardi? Qani ko'ramiz. Ertaga orqamdan yalinib boradi. Ammo men boshqa qaytib kelmayman. Shuni bilib qo'ying. Qizimni ham bog'chasidan olib, o'zim bilan birga olib ketaman. Ammo lekin orqangizdan biz yalinib bormaymiz. Uni hal ko'ramiz. Ya urgirdim sendan. Men hali gapni oxirigacha gapirmadim. Nega qadam bosib yurasiz? Bo'ldi qilasam yo'qmi, ha? Seni har kungi janjallaringchi, mana shu yerimga yetib keldi. Men gapirsam men yomonman. Lekin bilib qo'ying, meni ham jonim ketadi. Sabohat, seni joningga tegadigan nima ish qildim axir, ha? Har kuni o'zing-ku yo'q joydan janjal chiqaradigan. Ajab bo'pti. Xo'pmi? O'ta bo'shashgan erkaksiz. Odamlar ana chet elga borib ishlayapti. Orzu havas qiladi, yaxshi pul topadi. Xotiniga pul beradi, tilla buyumlar sovg'a qiladi. Sizchi? Ha? Nima men, ha? Nima men? Seni nimang kam, ha o'zi? Nima orzu havasingga yetmayapsan? Yashash ahvolimizni qarang. Hech birimiz ikki bo'ladimi, yo'qmi? Qachon biz ham bunday bir odamlarga o'xshab chet elga borib dam olamiz? Nima xohlayapsan o'zi, ha? Hozir chet elga borib kelish uchun qancha pul ketishini bilasanmi? Menga qarang. Qancha pul ketishi bilan meni nima ishim bor, a? Men ham boshqa ayollarga o'xshabchi, dang'illama uylarda, shohona sharoitda yashash xohlayman. Meni borim shu. Topgan tutganimni uyimga olib kelaman. Hozir menda unaqangi imkon yo'q. O'zi shundoq ham ishim yaxshi emas. Sizda hech qachon biror ish qilishga imkon yo'q. Sizda doim pul yo'q. Sizda doim ishingiz yaxshi emas. Bo'ldi, ovozingni o'chir. Indamagan sarimcha qo'lingcha boshingga ko'taryapsan. Boshimga ko'taraman-da. Qachon omadingiz keladi sizni ham? Dugonalarim yerlariga qarang. Qo'g'irchoqdek qilib kiyintirib qo'yishgan. Meni nimam kam ulardan? Yanachi mashina olib beradigan erkaklar ham bor. Unda senga shunaqa yer kerak ekanda, ha? Men seni javobingni berdim. Bugundan boshlab boshing ochiq. Bilganingni qil, tushundingmi? Hay bolam, voy tavba qilib nima deyapsan? Hay birov ko'chaga shunday chiqib kelgaydi, shuncha gapmi? Qani shunaqami? Javobimni bergan bo'lsangiz chekkanim bo'lsin. Kelin, demang. Tavba qildim. Hozir nima deganingni bilasanmi? Ha, bilaman. Men uning javobini berdim. Sabohatning noshukrligi har kunga mana bunaqa janjallarchi jonimga ham tegib ketdi. Meni faqat dugonalarimni erlari bilan solishtiradi. Bolam, men ham kelinimga qancha tanbeh berdim, urishdim. Nima qilay endi, bo'lmayapti-de. Lekin jonim bolam, noto'g'ri ish qilmayapsanmi? Ha, o'rtada qizing bor. Bu yo'qni o'yladingmi? Qizim bunga berib qo'ymayman.
Ozodani o'zim bilan olib qolaman, uni o'zim katta qilaman. Bolam, nimalar deyapsan? Xotining yolg'iz qizini senga berib qo'yarmidi? Oyijon, men sudlashib bo'lsa ham qizimni undan tortib olaman. Shoshma bolam. Bundoq o'ylab ish qilgin. O'zi nimadan janjal chiqdi tushuntirgin, hech narsa tushunmayapman. Shu doimgidek dugonalarni faqat erlarni maqtaydi. Yashash sharoitimiz unga yoqmaydi. Dugonalarim erlar faqat moshno beradi, ularga qarang deb men asabimga tegadi. Xullas, uni janjalga bahonasi juda ham ko'p oyi. Jonim bolam, qo'y. Shaytonga hay bergin. Bor, kelin orqasidan kiring, ketib qolmasin. Yo'q, qo'ying. Ketsa ketaversin. Bolam, bolam, keyin pushaymon yeb yeysanmi? Yo'q, oyi. Boshga tushganni ko'z ko'radi deyishadi-yu. Bolam, nima qilish kerak? Odamni o'ldirishadi-ku, a? Xudoyim, hech tinchlik bo'lmas ekan, deya. Kelin, doim ahvol shu-ya. Jonim bolam, shu hovliga, shu xonadonga kelganingizdan beri har doim urush janjal. Ne qarang, shu kelganingizdan beri 90 marotaba uyingizga arazlab ketdingiz. Qon qo'shnilardan uyalmaysizmi? Nega men uyalishim kerak ekan? Menga qarang. Arazlab ketishim hech qachon sababsiz bo'lmagan. Bizni shu sharoitimizni nimasi yoqmayapti sizga? O'zi binoyda yashayotgan bo'lsak. O'g'limga mashina yo'q. Yaxshi qaramayapsiz, hech narsam yo'q debsiz. Oyi, sizchi? O'g'il emas, bir qanaqadir lapashiy odamni tarbiyalagansiz, bilasizmi shuni? Odamlarning erichi havodan ham pul qilyapti hozir. Sizni o'g'lingiz bo'lsa, g'irt lapashiy. Kelin, nolamang. Uyat bo'ladi-ya. O'g'lim sizni birovdan kam qilib qo'ygani yo'q. Hamma qatori yashayapsizlar. Yana nima kerak sizga? O'zingiz biror joyda ishlamasangiz ham, nima xohlasangiz o'g'lim olib berib turibdi-ku sizga. To'g'ri. Ishlamasam nima? Bir narsani bilib oling. Men hammadan ortiq bo'lishni, zo'r yashashni xohlayman. Menda hamchi hech kimda yo'q tillalarim bo'lishini, eng oxirgi brendagi kiyimlarim bo'lishini, mashinam bo'lishini xohlayman. Nega tushunmaysiz, oyi? O'ylab gapiryapsizmi? Sizni bu katta istaklaringizni bajarish uchun bechora o'g'lim bir umr ishlash kerak. Shuni tushunyapsizmi? Qo'ysangizchi, oyi. Bir umr ishlasalar hamchi meni orzu maqsadlarimga erishtira olmaydilar. Shu sabab men bu lapashiy o'g'lingizdan ajrashaman. Sizga qarab gapiring. Endi meni o'g'lim sizga lapashiy bo'lib qoldimi? O'zingiz o'g'limni yaxshi ko'rib turmushga chiqqansiz-ku. Shu yaxshi ko'rmay keting. Ko'zlarimcha ko'r bo'lgan ekan. Mana shu o'g'lingizga ishonib, ularga turmushga chiqib xato qilgan ekan. Demak, siz o'g'limni topganiga qanoat qilmasdan uyingizga ketmoqchisizmi, a? Ha, shunday. Nima edi? Ana, o'zlari ham aytdilar-ku, javobini berdim deb. Endi oyjon, bu uyingizni yelkamni chuqur ko'rsin. Shuni bilib qo'ying. Agar siz hozir ketadigan bo'lsangiz, o'g'lim boshqasiga uylanadi. Menga qarang. Shu yalqi o'g'lingizga kim ham tegardi? Qani ko'ramiz. Ertaga orqamdan yalinib boradi. Ammo men boshqa qaytib kelmayman. Shuni bilib qo'ying. Qizimni ham bog'chasidan olib, o'zim bilan birga olib ketaman. Ammo lekin orqangizdan biz yalinib bormaymiz. Uni hal ko'ramiz. Demak, ukam xotini bilan rostdan ham ajrashmoqchimi? Bolam, ajrashini rosti yolg'oni bo'ladimi, jonim bolam? Sabohat, hali ko'ramiz. Orqamdan yalinib kelasizlar deb ketdi. Shuning uchun ham uni orqasidan men bormadim. Mahallaga chiqib iltimos qildi. Baribir o'g'lingizni oilasini buzilishini xohlamaysizda, oyi. Shu sababdan ham mahallaga borgansiz. Sizni tushunaman. Xo'p, mahalladagilar nima deyishdi? Bolam, mahallada nima edismi, shu Sabihonni xotin-qizlar qo'mitasidan ekan. O'shalarga aytuvdim. O'sha ayol kelinni uyiga borib keldi. Kelin uydagilar bilan gaplashibdi. Oilangizni buzmang. O'ylab ko'ring desa,
Sabohat. Men o'z fikrimdan qaytmayman debdi-ya. Voy, allaqachon ajrashga sudga ariza berganman deganmish. Yo tavba. Nega buncha tez? Sabohat tez ajrashib chet elga ishlashga ketarmish. O'zini orzu havasini o'zi qilarmish. Ukam nima deyapti? Voy, nimadirda. Men unga boshqa yalinmayman deydi. Menga bunaqangi mol parast ayol keragi yo'q deydi. Ukam to'g'ri gapiribdi. Sizchi oyi, nima deysiz? O'zing bilasan dedim. Ukang shunga uylangandan beri uyda hech tinch yo'q-da. Doimo urush janjallash. Shunda ham ukang har doim ishdan kech qaytib keladi. Besib ketgan jonim bola, hatto 1-2 marta uyga ichib keldi. Yalinib yolvorib zo'rg'a qaytardim. Ha, notinch yashaganini bilaman oyi. Shunchun ham qizim, ukangga yarashgin deb og'iz ochmadim, gapirmadim-da. Nima ham deyman oyi? Ikkalasi peshonasida borini ko'radi-da endi. To'g'ri aytasan qizim. To'g'ri, lekin nevaramni sog'inyapman-da. O'zim qarab, o'zim katta qilganim uchunmi? Hech xayolimdan ketmayapti, sog'inib ketdim. Mayli oyi. Ajrashsa ham nevarangiz kelib turar. Kelib turar. Che bo'lmasa, o'zim borib turarman, ha? Axir ota-onasi o'zaro bir-biridan kelishmagani bilan bitta bolani aybi yo'q-ku. Bo'pti oyijon, men ham uyga boray. Yana xabar olishga kelaman. Xo'p, bolam. Uydagilar hammasiga salom aytgin. Xo'p oyijon, o'zingiz ehtiyot qiling. Ilohim, tinchlik xotirjamlik, omonlik bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ey bolam, Bolam, kelganingdan beri indamaysan-a? Sud nima bo'ldi, nima deyishdi? Oyi, sud o'ylab ko'rishimizga ozgina vaqt bermoqchi edi. Men ham, Sabohat ham rozi bo'lmadik. Keyin sudyaga aytdim, bizni ajrating deb. Sudya bizni keyin ajratdi. Yaxshi ish bo'lmabdi, bolam. Sud qaror chiqargandan keyin Sabohatni jini qo'zib birdan oldim kelib tashlanib qoldi. Voy, tavba qildim. Nimaga? O'sha yerda to'polon qilib, meni sharmanda qilmoqchi bo'ldi. Avval so'kindi, keyin esa shallaqlik qilib menga tashlandi. Xudoyim-ey, Sabohatga nima bo'ldi? Jinni bo'lganmi? Yaxshiyamki o'sha yerdagi militsioner yigitlar uni mendan ajratib olishdi. Ochig'i, o'zimni zo'rg'a bosib turdim oyi. To'g'ri qilibsan. Sen bilan urush janjal qilib seni obro'yini to'kmoqchi bo'lganda, yo'qmasa shu militsionerlar seni qamab qo'yishini istagan. Jonim bolam, o'zingni bosib juda ham to'g'ri ish qilibsan. Menimcha ham shunday. Ha aytgancha, qizimga ham aliment to'laydigan bo'ldim. Uy joyga esa Sabohat da'vo qila olmadi. Chunki uysizligi yo'q. Menimcha unga shu narsalar alam qildi. O'shaning uchun ham janjal to'polon chiqardi shekilli. Juda ham to'g'ri aytibdi. Shu qiyaniga seni tezroq uylantirib qo'ymasammi? Shu opang qaysi bir kun mahallasida yaxshi qiz bor deganda bir ko'rishasam shu qiz bilan. Oyijon, to'g'risi hech kim bilan gaplashishi ham, ko'rishi ham, uylanishi ham istamayman. Sabohat har kuni qilgan janjallardan qulog'im ham, mana bu asablarim ham dam olyapti hozir. Ammo bolam, Oyijon, keling, bu mavzu haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir mening ishlarim borda, borishim kerak. mayli. Xullas gap shukan. Harakatingni qil. Opa, nimaga unaqa shoshilinch uylanishimni xohlayapsiz? Nima, bir umr so'qqa bosh bo'lib o'tib ketmoqchimisan? Kiring bor, ovqating bor. Oyim qiladilarmi seni xizmatingni? Sen uylansang-chi, oyimga ham osonroq bo'ladi. Xo'p, o'sha siz aytayotgan qiz necha yoshda? 27 yoshda, o'qigan, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Surishtirdim, oilasi ham yaxshi ekan, hamma maqtadi. Nimaga 27 yoshgacha turmushga chiqmagan ekan? Ha endi taqdirda baxt ochilmagandir. Men bunisini so'ramadim, lekin o'zinichi juda yaxshi qiz deyishdi. Xo'p, ismi nima u qizi? Ismi Nasiba. O'sha qiz bilan bir uchrashib ko'rgin. Opa,
Men u qizga yoqmasamchi yoki u menga yoqmasachi, nima bo'ladi keyin? Niyatingni yaxshi qil. Nega yoqmas ekansan? Ko'rasan, Nasiba ham senga yoqadi, men aniq bilaman. Endi bilmasam, to'g'risi nima deyishga ham hayronman. Ozgina bo'ydoq bo'lib yursammikin? Yo'q ekan. Uylanib tinib, tinchib o'tirishing kerak. Bo'pti. Unda bir uchrashib ko'raychi. Yasha ukam, mana bu boshqa gap. Bo'lar ekan-ku. Ertaga senga uchrashuv vaqtini aytaman. Xo'p, kelishdik. Kelishdik. Qani? O'tiring. Mana, men haqimda eshitdingiz. Endi o'zingiz haqingizda ham ozgina gapirib bering, Nasibaxon. Men nimani ham gapirib berardim. Pedagogika institutini tugatdim. Hozirda maktabda dars beryapman. Keyin tikish bichishga ham qiziqaman. Ha, yaxshi. Sizga aytmoqchi edimki, biz o'rtacha yashaymiz. Topish tutishimga kelsam, shu davlat ishida ishlayman. Men buni bilaman. Bilsangiz yaxshi. Nima qilamiz? Men bilan oila qurishga rozimisiz? Nimaga gapirmaysiz? Bu savolga aniq javob kerak. Yoki sukunat alomati rizolikmi? Uydagilarim nima deyishsa shu. Demak, endi bu yog'ini uydagilaringiz bilan hal qilar ekanmiz-da. Lekin to'ydan keyin ishlashimga qarshilik qilmasangiz, ba'zida uyga kech kelib qoladigan paytlarim ham bo'ladi. Yo'q, ishlashingizga qarshi bo'lmayman. Bemalol ishlang. Faqat uydagi ishlarni ham eplab, joy-joyiga qo'yish shartim. Xo'p, mayli, kelishdik. Ha, aytgancha, gohida qizim uyimizga kelib turadi. Siz bunga qarshi bo'lib, arazlab ketib qolmaysizmi? Yo'q, men tushunaman. U sizni farzandingiz. Siz bilan ko'rishgisi, yoningizda bo'lgisi keladi. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Qani, endi bironta joyga borib ovqatlansak nima deysiz? Meni qornim ochgani yo'q. Men esa och qoldim. Qani yuring, qolgan suhbatimizni dasturxon atrofida davom ettiramiz. Mayli. Bo'ladi? Ketdik. O'zi sizni birinchi ko'rganda-chi? Oy. Tinchlikmi? Sen mana shunaqa qilib, telefoningni titkilab o'tiraver, xo'pmi? Xo'p, nima qilayman-da? Shu telefondan boshingni ko'tarmaysan. Bu yoqda-ku ering uylanayotgan emish. Qo'ysangiz joyi. Hazillashyapsizmi? Kim ham o'shani mir quruqqa tegardi? Bu xatoni qilgan birinchi va oxirgi ayol menman. Qizim, men senga jiddiy aytyapman. Sen hazilga olma. Oyi, nima siz mana shu qo'ni-qo'shnilaringiz gapini jiddiy qabul qilyapsizmi? Balki atayini aytishayotgandir. Shunaqa gap tarqatishayotgandir. Meni ichkuysini. Bilaman-ku, o'sha mir quruqqa hech kim tegmaydi. Sen shu eringni doim mir quruq deyaverib, mana oxiri nima bo'ldi? Ajrashib ketding. Oilangni buzilgani qoldi. Voy, menga unaqa lapashang, puli yo'q er kerak emas. Ajrashib to'g'ri qildim. Shunaqami? Endi bilib qoldingmi eringni lapashangligini? Nimaga turmushga chiqishdan oldin shuni bilmading? O'zing-ku oyoq tirab turib olding. Shunga tegaman deb. Oyi, men uni to'yimizdan keyin oilamiz uchun harakat qiladi deb o'ylagandim. Lekin chuchvarani xomsanagan ekanman. Qizim, nima bo'lganda ham ering yomon odam emas edi. Mana, endi bizni ham tinchimizni buzding. Nima qildim men sizni tinchingizni buzib? Voy, kelganingdan beri bundoq qo'lingni sovuq suvga urging kelmaydi. Keyin qoshiqni qoshiqqa, kosani kosaga uryapti. Sen bo'lsang, bitta ovqat qilib qo'yay demaysan-a? Voy, nega men ovqat qilishim kerak ekan? Ana,
Kenayim shu uy kelinimi? O'zi eplasin. O'zingcha eplaganday gapirishingni qara. Nima demoqchisiz oyi? Ha? Xo'p, erimdan ajrashdim. Nima qilibdi shunga? Hozir ko'pchilik ajrashyapti. Voy qiz, seni boshqalar bilan nima ishing bor, a? Ana, lapashangmi, quruqmi? Ering uylanayotgan ekan boshqasiga. Ey, oyi. Uylansa uylanavermaydimi? Menga nima? Hali meni unga atab qo'ygan tomoshalarim bor. Hali ko'rasiz. Qizim. Ha, bilaman Gulnor opa. Xo'jayinim kelsalar, aynan shu masalada gaplashib ko'raman. Agar qarshilik qilmasalar, xavotir olmang, ishlayman. Xo'p. Rahmat. Xayr. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Hammasi joyida. O'zing yaxshi o'tiribsan, uyda zerikib qolmayapsan? Hammasi yaxshi. Nimaga zerikaman? Oyjon bilan chiroyli qilib manti tugdi. Hozir pishib qoladi. Ha, yaxshi. Kim bilan gaplashayotganding? Haligi maktabimiz direktori Gulnor opa telefon qilgandilar. To'ydan keyin ishlayman degandingiz. Turmush o'rtog'ingiz qarshilik qilmaydilarmi, ishlaysizmi deb so'radilar. Xo'sh, sen nima deb javob berding? Nima deb javob berardim? Xo'jayinim qarshilik qilmasalar ishlayman dedim. Albatta ishlayver. Men qarshi emasman. Sen doim ishlab yurgan ayolsan. Hali uyda o'tiradigan vaqting ham keladi. Rahmat, siz xavotir olmang. Uy ishlarini ham, maktab ishlarini ham eplayman. Ha, bilaman. Senga ishonaman, Nasiba. Rahmat. Yuring unda, manta ham pishib qo'ygandir, oshxonaga chiqamiz. Mayli, bo'lmasa sen chiqaver. Men kiyimlarni almashtirib chiqaman. Xo'p, yaxshi. Ko'z tegmasin. Nasiba juda ham yaxshi ayol. Mana, bir oydan beri birga yashayapmiz. Men bilan doimo bir xilda, yumshoq ohangda gaplashadi. Ko'chadan ikkita non olib kirsam ham xursandchilik bilan kutib oladi. Iloyo, ko'z tegmasin. U bilan doimo munosabatlarimiz shunday bo'lsin. Qani, ol qizim, qorning to'yg'azib olgan. Ol. Sal qizim. Choyni tepasida telefoningni qo'ysang-chi? Hozir oyi. Anu sobiq aynigachim profilini bitta ko'ring. Nima qo'yibdi? Ha, endi uni ko'rganing bilan nima foyda? Bu nimasi oyi? Bilganingni qil. Voy. Tushunmadim. Bu qanaqasi? Ha, nima bo'ldi? Erim rostdan ham uylanibdi-ku oyi. Men senga nima degan edim, ha? Sen o'zingcha ishonmagan eding. Qaynigachimga ham Xudo beribdi-da. U atayin bu rasmlarni Instagramga joylagan. Meni ko'rishimni bilgan. Ko'rdingmi? Ana o'qirib ketgan otang uylanyapti. Ey, yosh bolaga ham shunaqa gapiradimi, a? Gaplaringni o'ylab gapir. Ozoda, tur o'rningdan. Tez borib kiyimlaringni almashtir. Nimaga oyi? Ko'p savol bermasdan bor aytganimni qil. Ketamiz. Ha? Nimaga? Qayoqqa ketmoqsan Ozodani olib? Borib, Ozodani otasini uyiga qo'yib kelaman. Voy. Jinnimisan sen, qiz? Ha, axir endi ering uylangan-ku.
Aynan shu uylangani uchun ham shunday qilmoqchiman, oyi. Tavba. Nima uchun axira? Qarasin qiziga. Men Turkiyaga ishlagani ketaman. Nima? Turkiyaga? Ha, ishlayman desang, shu yerda ham ish bor-ku. Iltimos, oyi, ishingiz bo'lmasin. Nima? Kuyovingiz boshqasiga uylanib, mazza qilib yallo qilib yashab yursinmi? Men bo'lsa uni bolasiga qarayman-a? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Men ham o'z hayotimni o'ylashim kerak. Qizim, ha otasi Ozodani olib qolaman deganda o'zing ko'rmagan eding-ku. Nima endi otasiga olib borib tashlamoqchimisan, ha? Oyi, sizni tushunmayapman. Nega menga bunaqa savollar beryapsiz o'zi? Chunki o'zimni bolang bo'lsang ham men seni rostdan ham umuman tushuna olmayapman. Avval erim ko'p pul topmaydi deb ajrashdik. Endi bo'lsa qizingni sobiq eringga tashlab kelmoqchimisan, ha? Bo'ldi, oyi. Siz qo'shilmang, iltimos sizdan. O'zimni hayotimni o'zim bilaman. Ha, ishqilib o'zim bilaman deb yana bir balolarni boshlamasang bo'ldi. Baloni boshlaymanmi, boshlamaymanmi? O'zim bilaman, oyi. Menga qara. Sabohat. Kimdir bormi? Assalomu alaykum. Keling, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizni ko'rgunimcha yaxshi edim. Assalomu alaykum. Voy jonim, ko'zim. Alaykum assalom. O'zim asadim. Nimaga keldingiz? Sizga yangi kelin bor bo'lsin deb aytishga kelgandim, oyijon. O'zi nima istaysiz? Ha, o'g'lim har oy alimentini to'lab turgan bo'lsa. To'g'ri. Alimentni beryaptilar. Ammo men aliment haqida gaplashgani kelganim yo'q. Bo'lmasa, nimaga keldingiz? Men nevarangizni endi sizlarga qoldirib ketmoqchiman, oyijon. Yangi kelin, dadasi, qolaversa siz billalashib endi bitta bolaga qarolsanglar kerak. Mayli. Biz qaraymiz. Lekin siz bitta qizingizni nimaga qoldiryapsiz bizga? O'g'lingiz men bilan qizini ko'chada qoldirdilar-ku, to'g'rimi? O'zlari esa mana bu oyimchaga uylanib olibdilar. Endi bu yog'iga dunyoga keltirib qo'ygan farzandlariga ham qarasinlar. Kechirasiz. Men oyimcha emasman. Hamid akani qonuniy xotinlari bo'laman. Hali sizga hech kim so'z bergani yo'q. Men qaynonam bilan gaplashyapman. Kechirasiz. Endi men sizga qaynona emasman. Siz meni qaynona o'rnida ko'rganingizda gaplarimga ko'nib, mana shu yerda yashagan bo'lardingiz. Ammo siz o'g'limni topganiga qanoat qilmasdan ketib qoldingiz. Nima qilsam ham yaxshi qildim. Endi men ketdim. Yaxshi qarang. Kelganing juda ham yaxshi bo'pti, qizim. Seni juda ham sog'indim. Men ham sizni sog'indim, dada. Endi sog'inishingga hojat yo'q. Chunki endi birga yashaymiz. Voy bolam, qara. Nevaram kelib uyimiz bir zumda to'lib qoldi-ya. Ha, to'g'ri aytasiz oyijon. Oyijon, Ozodaxon bu yil maktabga chiqish kerak bo'lgan ekan. Nega chiqmadilar? Bilmasam, Chunki uni oyisini bolani maktabga berishmas, o'g'lim bilan janjallashish ko'proq qiziqtirgan. Mayli, hech qisi yo'q. Ozodaxonni men o'zim maktabga tayyorlayman. Harflarni o'rganamiz birgalikda. O'g'lim endi Sabohat chet elga ishlashga ketarmish. ishlashga ketadimi, boshqa qiladimi, o'zi biladi. Muhimi Ozoda keldi. Ha, o'zicha janjal qilmoqchi bo'ldi. Ammo men ham, Nasibaxon ham og'ir bo'ldik. Oxiri o'zi chiqib ketdi. Juda ham yaxshi bo'pti-da. Muhimi qizim meni bag'rimda. Voy, qizim. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, oyi. Alaykum assalom. O'zim ona qizim. Yaxshimisan? Ha? Bitta o'zing o'ynayapsanmi? Ha? O'zing yaxshimisan? Ha, o'ynagan chiqdim.
Men maktabga tayyoryapman. Nasiba opam men bilan dars qiladilar. O'zini bolasi bo'lmagandan keyin birovni bolasiga onalik qilish yoqib qolgandirdi unga. Ular juda yaxshilar. Menga uni maqtama. O'sha Nasiba deganni oti qursin. Adangga yaxshi ko'rinish uchun senga yaxshi gapiradi u. O'zichi qizim. U aslida juda ham yomon ayol. Sen unga ishonma. Yo'q, oyijon, unaqa emas. Ularni yaxshi ko'raman. Seni men tuqqanman. Agar o'sha Nasiba bo'lmaganda, hozir hammamiz birga yashayotgan bo'lardik. Uyalmaysizmi opa bunaqa deyishga? Sizchi? O'zingiz uyalmaysizmi gap o'ylashga? Men gap o'ylaganim yo'q. Ozoda doim ko'chaga o'ynashga chiqqanda undan xabardor bo'lib turaman. Shuning uchun shu yerga keldim. O'zingizni juda ham mehribon ko'rsatarkansiz-a? Endi qizimga qarab turishingizni hojati yo'q. Uni o'zim bilan olib ketmoqchiman. Qani, Ozoda qizim, uyga ketamizmi? Yo'q, siz bilan ketmayman. Qizim, nima? Mendan voz kechib, mana shu bilan qolmoqchimisan? Iltimos, hozir bolani olib ketmang. Ozodani otasini oldiga olib boring, keyin o'zingizlar kelishib olib bir qarorga kelarsizlar. Yur Ozoda. Men otasini yoniga borishni istamayman. Tushundingizmi? Qani, yur Ozoda. Men bilan ketasan. Siz bilan ketmayman. Ozoda! Ha? Bolani ham o'zingizga og'dirib olibsiz-da? Ozoda! Ozoda! Doktor, qizim ahvoli yaxshimi? Eng muhimi qizaloq o'ziga keldi, ko'zini ochdi. Qo'rqib ketgandan hushini yo'qotgan. Mashina urib yuborganda biron joyi sinmaganmi? Qizingizni baxti bor ekan. Faqat o'ng oyog'ini eti ezilgan. Qimirlamay 2-3 kun yonsa o'tib ketadi. Keyin boshi bilan tushgan sabab miyasi chayqalgan. Biz kerakli dori-darmonlarni qildik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoga shukr. Qizim maslabdi. Agar bironta jiddiy muammo bo'lmasa, qizimni uyga olib ketsam bo'ladimi? Hozircha mumkin emas. Bizni nazoratimizda bo'lish kerak. Keyin holatiga qarab qaror qabul qilamiz. Tushunarli. Rahmat sizga. Qizimni kirib ko'rsam bo'ladimi? Ha, bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling. Nevaraginamni o'zing panohingda asragin. Iloyim yaxshi bo'lsin. Oyijon, bo'ldi, siqilavermang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Iloyim shunday bo'lsin. Lekin hali ham ulardan darak yo'q-ku qizim. Siz xavotir olmang. Ukam o'sha yerda. Xabarni eshitib, ishxonasidan to'g'ri shifoxonaga boribdi. Iloyim. Ishqil xush xabarlar bilan kelsin deb bolam. Nabiramni mashina urib ketganini eshitib adoyi tamom bo'ldim-ku. O'zi bu voqea qanday ro'y beribdi, oyijon? Voy, ko'rmaysanmi? Ozoda ko'chada o'ynab yuruvdi. Sabahat kelibdi. Uni olib ketaman degan ekan. Shunda Ozoda siz bilan bormayman deb voy yugurib katta ko'chaga chiqib ketibdi. Nega olib ketaman deb keladi? Axir o'zi tashab ketdi-ku. Voy, men ham shuni aytyapman-da, qizim. Voy, oyijon, ukam keldi. O'tiravering. Ke bolam. Qalay, tinchlikmi? Ha, yaxshi oyi. Xavotir olmang, hammasi joyida. Xudo xohlasa 1-2 kunda ko'rmagandek bo'lib ketadi. Voy, iloyim aytganing kelsin. Iloyim tuzalib ketsin. Voy, adoyi tamom bo'ldim. Mayli oyi. Men hozir shifoxonaga yana borishim kerak. Ba'zi bir dorilarni olib borishim kerak-da. Bir ro'yga kelgandim. Xo'p, yaxshi borgin. Xo'p. Mana ko'rdingizmi, oyijon? Hammasi hali yaxshi bo'ladi. Agar qizimga bir narsa bo'lsa, ularni tinch qo'ymayman. Bo'ldi, asabiylashmagin. Oyi, axir qanday qilib asabiylashmayman? Qizim kasalxonada yotibdi. O'zi bu voqea qanday bo'ldi? Qanaqasiga qizingni mashina urib ketdi? Qizimni ko'rgani borgandim. Bolalar maydonchasida o'ynab yurgan ekan. Keyin shu paytda ana kuyovingiz yangi xotini ham kelib qoldi. Qizimni uyga olib ketaman desam, nevarangiz mendan qochib katta yo'lga chiqib ketdi.
Keyin mashina urib yubordi. O'zini ahvoli yaxshimish qilib. Biron joyi sinmaganmi? Qizimni baxti bor ekan oyi. Faqat ozgina oyog'i ezilibdi. Qimirlamasdan 2-3 kun yotsa o'tib ketadi dedi shifokorlar. Boshi bilan tushgani sabab miyasi ham ozgina chayqalgan. Doktorlar kerakli dorilarni qilishyapti. Ay, Xudoga shukr. Baxti bor ekan nevaramni. Allohning o'zi asrabdi-ya. Oldiga kirdingmi? O'zing ko'rdingmi uni? Ko'rdim. Faqat yonida qolishimga ruxsat berishmadi. Xudo xolisa qizimga shifoxonada ruxsat berishlari bilan uyga qaytarib olib kelaman oyi. Nima? Uyga olib kelaman? O'zing olib borib tashab, endi uyga olib kelaman deyapsanmi, a? Endi qizingni ko'ngliga qaraysan. Qizing kelaman desa keladi, bo'lmasam yo'q, tushundingmi? Menga qarang. Qancha pul ketishi bilan meni nima ishim bor, a? Men ham boshqa ayollarga o'xshabchi, dang'illama uylarda, shohona sharoitda yashash xohlayman. Meni borim shu. Topgan tutganimni uyimga olib kelaman. Hozir menda unaqangi imkon yo'q. O'zi shundoq ham ishim yaxshi emas. Sizda hech qachon biror ish qilishga imkon yo'q. Sizda doim pul yo'q. Sizda doim ishingiz yaxshi emas. Bo'ldi, ovozingni o'chir. Indamagan sarimcha qo'lingcha boshingni ko'taryapsan. Boshimga ko'taraman-da. Qachon omadingiz keladi sizni ham? Dugonalarim yerlariga qarang. Qo'g'irchoqdek qilib kiyintirib qo'yishgan. Meni nimam kam ularda? Yana-chi, mashina olib beradigan erkaklar ham bor. Havodan ham pul qilyapti hozir. Sizni o'g'lingiz bo'lsa, g'irtlapashing. Kelin, nolamang. Uyat bo'ladi-ya. O'g'lim, sizni birovdan kam qilib qo'ygani yo'q. Hamma qatori yashayapsizlar. Yana nima kerak sizga? O'zingiz biror joyda ishlamasangiz ham, nima xohlasangiz o'g'lim olib berib turibdi-ku sizga. To'g'ri. Ishlamasam nima? Bir narsani bilib oling. Men hammadan ortiq bo'lishni, zo'r yashash xohlayman. Shu qo'ysiz joyi. Hazillashyapsizmi? Kim ham o'shani mir quruqqa tegardi? Bu xatoni qilgan birinchi va oxirgi ayol menman. Qizim, men senga jiddiy aytyapman. Sen hazilga olma. Oyi, nima siz mana shu qo'ni-qo'shnilaringizni gapini jiddiy qabul qilyapsizmi? Balki atayin aytishayotgandir. Shunaqa gap tarqatishayotgandir. Ha, meni ichki kuysini. Bilaman-ku, o'sha mir quruqqa hech kim tegmaydi. Erim rostdan ham uylanibdi-ku oyi. Men senga nima degan edim, a? Sen o'zingcha ish olmagan eding. Qaynigachimga ham Xudo beribdi-da. U atayin bu rasmlarni Instagramga joylagan. Meni ko'rishimni bilgan. Ko'rdingmi? Ana u qurib ketgan otang uylanyapti. Ey, yosh bolaga ham shunaqa gapiradimi, a? Gaplaringni o'ylab gapir. Sizga yangi kelin bor bo'lsin deb aytishga kelgandim oyijon. O'zi nima istaysiz? Ha, o'g'lim har oy alimentini to'lab turgan bo'lsa. To'g'ri. Alimentni beryaptilar. Ammo men aliment haqida gaplashgani kelganim yo'q. Bo'lmasa, nimaga keldingiz? Men nevarangizni endi sizlarga qoldirib ketmoqchiman oyijon. Yangi kelin, dadasi, qolaversa siz billalashib endi bitta bolaga qarolsanglar kerak. Mayli. Biz qaraymiz. Lekin siz bitta qizingizni nimaga qoldiryapsiz bizga? O'g'lingiz men bilan qizini ko'chada qoldirdilar-ku, to'g'rimi? O'zlari esa mana bu oyimchaga uylanyaptilar. Endi bu yog'iga dunyoga keltirib qo'ygan farzandlariga ham qarasinlar. Nimaga ularni tinchini buzib, ularni oldiga bording yana, a? O'zi ham siz bilan ketmayman deyapti. Siz ham shunaqa gaplarni gapirib yuragimizmi? Axir men onasiman-ku. Men bilan yashash kerak-ku, to'g'rimi, oyi? Axir o'zing-ku ering bilan ajrashgan. Qizingni otasini oldiga borib tashlading. Mayli dedik, indamadik, xohlaganingni qilding, qarashyapti. Endi olib kelmoqchimisan, ha? Axir men onasiman-ku. Men bilan yashash kerak-ku, to'g'rimi, oyi? O'zing chet elga ishlagani ketaman deb bolani olib borib berding. Lekin hech qayerga ketganing ham yo'q. Endi qizingni olib kelish uchun shunaqa hunar ko'rsatdingmi? A? Mana, endi jabrini nevaram tortyapti. Siz o'zi meni onamisiz? Buncha meni ayblaysiz. Albatta ayblayman-da.
o'zingni tinch hayotingni o'zing buzding. Endi qizingni tinch qo'y. Tushundingmi? Qizim, haliyam bo'lsa o'ylab ko'r, kech emas. Musofirchilik boshingga qiyinchilik soladi. Sarson bo'lasan. Iltimos oyi. Meni fikrimdan qaytarishga urinmang. Qarorim qat'iy. Turkiyaga ketaman. Bu o'sha yerda ishlayman. Chiptalar ham olingan. Bugun kechga samolyotim uchadi. Mayli. O'zing bilasan. Sen har doimgidek qaysarlik qilyapsan yana. Meni gaplarimga quloq solmasligingni bilaman. Quloq solmasdan shuncha ishlar qilding. O'zingni hayotingni o'zing buzib tashlading-ku, qizim. Oyi, siz meni tushunmayapsiz. Axir sen boradigan o'sha begona yurtda ham pullarni ko'chaga sochib qo'ymagandir, qizim. Shu yerda biron joyda tuzuk ishlaganing yo'q. Begona yurtda sen ish qilasanmi, a? Oyi, nega tushunmaysiz? Gap faqat ishda emas. Bu yerda qolgim kelmayapti. Bu yoqda amallab ishlarman. Ko'nikarman. Axir yaqin dugonamni o'zi chaqiryapti-ku. Shu ering boshqa ayolga uylanib, baxtli yashayotgani seni shunga majbur qilyaptimi? Faqat bu emas. Noto'g'ri gapiryapsiz oyi. Shunchaki akamni oilasiga ham xalaqit berishni xohlamayman. Oyi, endi bu yog'iga o'zim ishlab, pul topib, bir xonali bo'lsa ham uy olishim kerak. Qizim, unaqa dema. Akang seni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Tunov kuni akangni o'zi senga uy-joy qilishingga yordam berishini aytgan edi. Bilaman. Akam juda ham mard inson. Bag'ri keng. Ammo ularning ham farzandlari, o'zlarining oilalari bor. Ularga yuk bo'lishni istamayman, oyi. O'zim ma'rafamni o'zim tortkim kelyapti. Ha. Demak, qaroring qat'iy. Nima ham derdim? Senga omad tilashdan boshqa ilojim ham yo'q. Aytganingiz kelsin. Mayli oyi, unda harakatimni qilay. Oyi, bormasiz bo'lmaydimi? Jon bolam. Bormasam bo'lmaydi-da. Chipta ham olib qo'ydim qizim. U yerda meni kutishyapti. Ketsiz sizni sog'inib qolaman. Men ham seni sog'inaman. Seni bu yerda tashlab ketayotganim uchun mendan xafa emasmisan? Yo'q, xafa emasman. Nasiba opa yaxshi qaraydilar. Oyjon, men ketyapman. Iltimos sizdan. Qizimga yaxshilab qaranglar. Xavotir olmang. Ozodaga yaxshi qaraymiz. Qolaversa, Ozoda ham katta qiz bo'lib qoldi. Yaqinda maktabga chiqadi. O'zini o'zi eplaydi, a? Shundaymi qizim? Ha, shunday. Oyi, endi men bora qolay. Samolyotga kech qolmang. Qani, yuringlar. Yuri qizim. Oyijon. Oyi, hammasi uchun meni kechiring. Qizim. Mayli oyijon.